Robbimiz bizga amr qilgan, buyurgan buyruqlarni bajaramiz, lekin bajarayotganimizdan ko'ra mukammalroq bo'lishligini xohlaymiz. To'g'rimi? Ana shu amallarni mukammal suratda bajarish bizning foydamiz ekanligini bilamiz. Shuning uchun mukammalroq qilaylik deymiz, amallarimiz yana ham chiroyli bo'lsin deymiz, ammo doimo bunga qodir bo'lavermaymiz. To'g'rimi? G'ayrat bilan, jiddiy jahd bilan, shijoat bilan bir ishni boshlaymiz, ammo bu g'ayratimiz uzoqqa bormay qoladi. Tanish manzarami? Bo'ldi, ertadan boshlab bomdodni masjidda o'qiyman deysiz. Bomdodda o'qiysiz, ertasi kuni o'qiysiz, keyin yaxshi bo'lib qolasiz. Ish to'xtab qoladi. Oxiriga yetkaza olmaymiz. Maqsadimizga yeta olmaymiz.